Dog'istonlik do'stlaring, men Dog'istonlik emasman, chechenman. Buni bilaman. Juda yaqinsizlar, uzoqroq. Sizlar faqat to'da bo'lib hujum qilasizlar. Qani bu yoqqa kelchi. Ketdik. Menga 1-2 daqiqa kifoya. Hozirgina Hamzatni ko'rib qoldim. Unchalik katta ko'rinmas ekan. Uni birinchi marta hayotda ko'rishim. Uni dabdala qilishni sabrsizlik bilan kutyapman. Shanba kuni qiyinchilik bo'lmaydi. U hozir qochib ketdi. Uni hech kim ushlab turgani yo'q edi. Barchasi videoda ko'rasizlar. Ishlar qalay, bro? Ishlar qalay, bro? Seni kattaroq bo'lsang kerak deb o'ylagandim. Sen uchun emas. Nima? Senga shart emas. Kurash o'rniga jiu-jitsu bilan shug'ullanyapsanmi? Hammasimi? Ha. MMA? Ha, shu yetadi. Ko'p hazillashyapsan, ha? Nima? Haddan tashqari ko'p hazillashyapsan. Men buni sening yuzingga aytyapman. Nima? Men buni shaxsan o'zingga aytyapman. Shaxsan? Ha. Menga nisbatan shaxsiy adovating bormi? Ha. Nega? Buni bilasan. Nega bu sen uchun shaxsiy? Bu shaxsiy emas, hech qanday shaxsiy adovat yo'q. Bu shunchaki biznes, shunday emasmi? Ha. Gilamda ko'rishamiz, okey? Istalgan joyda. Istalgan joydami? O'zing hammasini bilasan. Men mana turibman. Ishonching komilmi? Albatta. Bu Amerika, og'ayni. Eshit, yaqin orada gilamda ko'rishamiz. Tarqalamiz janoblar. Biz gilamda MMA bo'yicha urushimiz mumkin. Yoki ko'chada jang qilamizmi? Jiu-jitsu bo'yicha ko'cha jangimi? Orqamda ergashib kelyapsan. Qani ko'cha jangi qilamiz. Ko'cha jang? Ha. Yutqazib qo'yishing mumkin. Qani boshladik. Har narsaga tayyorman deganding-ku. Nima? Har narsaga tayyorman deganding-ku. Ha, muammosiz. Qani unda bir necha daqiqa biror narsa ko'rsataylik. Nima? Yarim daqiqa to'xta. Ko'cha jangimi? Qani ketdik. Orqangda bir nechta yigitlar kelishyapti. Sizlar birga bir chiqa olmaysizlar, shunday emasmi? Bo'ldi, shanba kechqurun ko'rishasizlar. Shanba kechqurun buni amalga oshiramiz. Nega birga bir chiqishni xohlamayapsan? Nima bo'ldi? Senga hech kim tegmaydi, biz chechenlarmiz. Har doim birga bir urushamiz. Ha, albatta sizlar to'da bo'lib hujum qilasizlar. Har doim to'da bo'lib tashlanish bu sizlarning uslubingiz. Mening uslubim nima deb valdiryapsan? Nafas oldida menga hujum qilishdi-ku. Dog'istonlik yigitlar emasmidi? Bu amerikaliklar bir kishiga to'da bo'lib tashlanish. Sen baribir dog'istonliklar bilan do'st. Men dog'istonlik emasman, chechen. Buni bilaman, lekin baribir yaqinsizlar, shunday emasmi? Qani bir necha daqiqa ajrat. Ketdik, bor yo'g'i 1-2 daqiqa. Menga shu yetadi, bro. U yerda seni shunchaki yo'q qilib tashlayman. Bu juda tez sodir bo'ladi. Shvetsiyaliklar kurashni bilmaydi. Men chechenman deyapman. Shvetsiyaliklar kurashni bilishmaydi. Men chechenman. Lekin sen Shvetsiyadansan. Qayerga bormay, nima bilan shug'ullanmay. Men har doim eng yaxshi bo'lishni xohlayman. Shuning uchun men RAF chempioni bo'lishni istayman. Bu kamar ham menga kerak. Ha, men ancha vaqtdan beri kurash musobaqalarida qatnashmadim. Lekin shu vaqt ichida mashg'ulotlarni to'xtatmadim. Mahoratim ustida ishladim va zalda kurashdim. Endi esa men hali ham safda ekanligimni, hech qayerga yo'qolmaganligimni va avvalgidanda yaxshi daraja ko'rsata olishimni hammaga isbotlashim uchun katta shouga ketyapman. Biz ko'p mashg'ulot qildik. Ulkan hajmdagi ishni bajardik. Tayyorgarlik juda qizg'in bo'ldi. Endi men ushbu katta shouga chiqish va gilamda shunchaki o'z ishimni bajarish qoldi. Bu imkoniyatdan xursandman. Tarjima qilindi va ovozlashtirildi. Like bosib, albatta izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Davom etamiz.